bularda zapchast muammo bo'lmaydi, chunki o'zimiz shu 10 yil davomida mana shu sohani haqiqiy mutaxassisimiz, o'zimiz shu ishlab chiqarib, har bitta detaligacha o'zimiz yasaymiz. Hozir bundan tashqari boshqa uskunalarimiz ham narxlarini bir sizlarga tanishtirib o'tsam. Yengil mexanizm qilganmiz, hamma ishni bajaradi, hashida uzoq turib ketadi. Qo'lingizni tiqishish shart emas. Shu tarafdan ustunligi bor. Super drabilka deyiladi. Donni changitmasdan maydalaydi. Meshalkalarimiz tayyor bo'lyapti. Meshalkamiz 500 kilo sig'imligi, 7,5 kilovatligi, juda katta gigant meshalkadan hisoblanadi. Meshalkalarimiz yana 100 kilo sig'imligi bor, 50 kilo sig'imligi bor, mana tayyor bo'lyapti. Granulyatorlarimiz zagodovkalari bo'lyapti, mana 220 ta yig'ilish jarayonlari bo'lyapti. Granulyatorlarimiz 7,5 kilovatli, soatiga 100 kilo, 150 kilo chiqadiganlari ham tayyor bo'lyapti. Hop, akalar, bizda 3 ta tokerimiz bor. Xudo xolasa tinimsiz mehnat qilishyapti. Hop, ba'zi tokerlarimiz ishlashyapti. Mana val qismlari, vallar ommaviy ishlab chiqarilyapti. Umuman xudo xolasa zapchastdan muammo bo'lmaydi. Navbatdagi xudo xolasa partiyamiz Tojikistonga Ilyos akamizga tayyor bo'ldi. Granulyatorimiz 220 da ishlaydigan, motoriga 8 kilovat yozilgan, o'zi 4 kilovat deb beriladi. O'zi 8 kilovat yozilgan, hamma zashtalari bor. 220 da ishlaydigan, roliga ilinadigan, maskiz zadniy mostli universal granulyatorimiz xudo xolasa ikkita matrisasi bilan zakaz qilishgan, 3 va 6 mm da. Hop, 3 mmli razmer nimaga ishlaydi? Asosan 3 mmli razmer brollerlarda rost razmeri, ya'ni ikkinchi razmer deyiladi va baliqchilik sohasida, misol uchun jo'jalarga, yosh quyonlarga, yosh qo'ylarga ideal razmer hisoblanadi. Ko'rgan bo'lsalar, yemimiz oz tarkibida asosan makka, oz miqdorda bug'doy bor. Buni uzun chiqaryapti deyishni ham mumkin. Xohlasangiz buni kalta-kalta ham muncha-muncha qilib chiqarsangiz ham bo'ladi. Xohlagan razmeringizda chiqaradi. Granulyatorimiz uy sharoitida bemalol 200 volt, 220 voltda bemalol ishlaydi. Hop, soatiga maydaroq setkalarida, maydaroq matrisasida soatiga 30 kilo chiqarsa, eng yirik setkasida 6-8 mm setkalarida bemalol soatiga 50-60 bir xil yemlarimizda yumshoqroq yem bo'ladi, yog' qo'shilgan yemlar bo'ladi. Suv emas, yog' qo'shilgan yemlarda 80 kilo ham chiqaraveradi. Buni isbotini ham chiqarib berganmiz. Yemimiz yarim pishgan tayyor mahsulotda chiqaradi. Sababi buni mana ko'rayotgan bo'lsangiz tutun chiqyapti. Yemimiz matrisadan rolik ishqalanish jarayonida qiziydi. O'sha qiziganda kerak bo'lsa qo'l kuyyapti, mana qo'lni o'sha kuydiradigan darajaga olib keladi. Buni bitta afzallik tarafi, agar yem mana shu qizish jarayonidan o'tsa, qaysidir o'sha ya'ni qurt, qumursqa, har xil hasharotlar ham ichida o'lib ketadi va yemimiz yarim pishgan tayyor mahsulot holatiga kelib qolganligi uchun organizmda tez hazm bo'ladi. Shuning uchun buni pishgan deb o'ylamaydi. Pishgan yem bunaqangi bo'lmaydi. Pishgan yem nima sanki makkani popkorni bo'ladi, u hali makka qovurilganda popkorn bo'lib ochilib qoladi. Xuddi shunaqangi bo'ladi, lekin bu pishmaydi. Termoobrobotka bo'ladi, ya'ni 95 gradusgacha stanogimiz qizish xususiyatiga ega. Hozir ko'rgan bo'lsangiz, bemalol tutun chiqyapti. Yemimiz qo'lni kuydiradigan darajada o'zi darji bo'lyapti. Yana bitta afzallik tarafi, granulani hech qachon jonzotlarimiz mol yedimi, qo'y yedimi, tovuq yedimi ajrata olmaydi. Bir xil taqsimotda yem o'sha organizmga kiradi. Misol uchun, agar molni yoki tovuqni, quyonni, qo'yni oldiga rasmli yem topib qo'yadigan bo'lsangiz, agar ular 10 ta, 15 ta, 20 ta, 100 ta bo'ladigan bo'lsa, shu turiklari kerakli mahsulot deb qo'ysa, makkani deb qo'ysa, yana bir qolgan foizi bug'doy deb qo'ysa, qolganiga ba'zi kepagi ham yuqmaydi. Shuning uchun bu granulani ichiga xohlagan mahsulotingizni arzonmi, qimmatmi farqi yo'q, solasiz. Presslab chiqarganingizdan keyin o'z-o'zidan buni yeyishga majbur bo'ladi va bundagi kaloriya oshib chiqqanligi sababli hazm bo'lish jarayoni ham tezlashadi, energiya sarfi kamayadi. Hop, granulyatorimizni narxi hozirgi kunda 8 million so'm. Xohlasangiz qo'shimcha matrisalarni ham qilib berishimiz mumkin. Bundan tashqari akamiz
bizga bitta universal dravlikni zakaz qilishgan alyumin motorligidan. Uni narxi 2,5 million so'm, buni narxi 8 million so'm. Qo'shimcha matris olaman siz 1,5 million so'mdan nechta kerak bo'lsa qilib beramiz. Bularda zapchas muammo bo'lmaydi, chunki o'zimiz shu 10 yil davomida mana shu sohani haqiqiy mutaxassisimiz, o'zimiz shu ishlab chiqarib, har bitta detaligacha o'zimiz yasaymiz. Buni so'z isbot bilan ko'rsatib beraman. Hozir bundan tashqari boshqa uskunalarimiz ham narxlarini bir sizga tanishtirib o'tsam. Xo'p, bu granulyatorga to'ldirib 220 da yem solsa bo'ladimi deganlarga akalar, xohlaganishicha to'ldiring, faqatgina qizib olgandan keyin. Qizib olishiga 3 minutdan 5 minutgacha vaqt ketadi. To'ldirib qo'yapman. To'xtab qolish degan narsa yo'q. Qachon to'xtab qolishi mumkin? Faqat uyingizda tok past bo'lganda to'xtab qolishi mumkin. Bungacha to'xtamaydi. Va xolasa ishlayveradi. Uzun kaltaligini ichida pichoqdan hal qilsangiz bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari yana nima apparatlaringiz bor desiz, universal dravlikamiz bor. Misligi, alyuminligi, donni ham, nam hashidi ham, bug'doyni ham, makka, arpa, xohlagan makka sotani ham maydalaydi. Bunimiz mana 8 ta pichoq bilan jihozlangan, bez mahavik qo'yilmagan. Nimaga mahaviy qo'ymaysiz desiz? Mahavik ham qo'yar edik, lekin mahaviyda agar misol uchun o'ta og'ir bo'ladigan bo'lsa, original mahaviy qo'yilmagan bo'lsa, motorga nagruska bo'lishi mumkin. Shuning uchun mahaviyni ham originalini topib qo'yish kerak. Original mahavik ishi ko'p bo'lganligi uchun, og'ir bo'lganligi uchun motorga nagruska keltirib qo'yishligi hisobiga keyin asosan mahaviyli dravlkalarda afzallik tarafi sutani zo'r chiqaradi, qattiq mahsulotni zo'r chiqarishi mumkin, lekin hashidi tortib olib ketish masalasida jinni qiyinchilik bor ularda. Shuning uchun biz yengil mexanizm qilganmiz, hamma ishni bajaradi, hashidi uzoq kirib ketadi. Qo'lingizni tiqishish shart emas. Shu tarafdan ustunligi bor. Xo'p, hamma hashidi maydalaydi. Narxi 2,5 million so'm alyuminligi, misligi 2,8 million so'm. O'zbekiston bo'yicha ular shahar markazlariga dastavkalar sekin. Xo'p, bunimiz super dravlka deyilardi. Donni changitmasdan maydalaydi. 4 kilovatdan tortib 11 kilovatgacha, olasiz 15-22 kilovatgacha ham qilib berishimiz mumkin. 380 da. 220 ali variantlari 6,5 kilovatli motorlar qo'yiladi. 220 da ular ham bor. Xohlagan turingizda xolasiz bir shoxli qilishimiz mumkin, xolasiz 2 shoxli qilishimiz mumkin, xolasiz 3 shoxli ham qilib beraveramiz. Farqi yo'q. 4 milliondan boshlanadi, 11 milliongacha hozircha bor. Nalichida tayyor yo'q, lekin zakazga ochib bilan qilib beramiz. Hop, granulyatorimiz 100 kilo, 150 kiloli va bu 120 kiloli 5,5 kilovatlik rol egallanadigan maskiz zadnimosligidan. Bunimiz narxi hozirgi kunda 12 million so'm. Bu ham O'zbekiston bo'yicha tekin dastavkalari. Mana bunimiz super dravlkani 5,5 kilovat 380 da ishlaydigani, bo'yi balanddan 170 balandligi. Buni sababi qopni shuni ilib qo'yasiz, qop o'zida turadi, tog'ora qilmaysiz, qopni o'ziga prema tushadi. Hozirgi kunda narxi 6 million so'm, bu ham O'zbekiston bo'yicha dastavkalar tekin. Xo'p, undan tashqari meshalkalarimiz tayyor bo'lyapti. Meshalkamiz 500 kilo sig'imligi, 7,5 kilovatligi, juda katta gigant meshalkadan hisoblanadi. Reduktorlari mana 250 talik, xohlasa bu ham bitgandan keyin buni ham chiqarib yem aralashtirib ko'rsatib beramiz. Bu juda yemxonalarga ideal variant. Ichini ko'rib tursangiz bo'ladi. Xudo xolasa mashina qilib yasayapmiz. Hop, granulyatorlarimiz 7,5 kilovatli, soatiga 100 kilo, 150 kilo chiqaradiganlari ham tayyor bo'lyapti. Bemalol zakaz berishning mumkin. Xudo xolasa ochib bilan qilib beramiz. Meshalkalarimiz yana 100 kilo sig'imligi bor, 50 kilo sig'imligi bor, mana tayyor bo'lyapti. Granulyatorlarimiz zagadovkalari bo'lyapti, mana 220 da yig'ilish jarayonlari bo'lyapti. Bular ham xudo xolasa imkon darajasida tezlashtirib beramiz. Hozir unisi seximizga ham kiramiz. Xo'p, akalar, bizda 3 ta tokerimiz bor. Xudo xolasa tinimsiz mehnat qilishyapti. Hop, eng kichkinamiz hozir obedga peshinga chiqib ketishdi, peshin o'qigani. Hop. Bu kishim bu tokerimiz videoga tushishmadi. Bu akamiz bizga faqat granulyatorlarimiz kalla qismlarini xudo xolasa qilib berishadi. Bu yerda mana cheklanmagan miqdorda granulyatorlarimizni mana kallalarni bo'yin qismlari, ba'da mana rolilarimiz, qoqilyapti pachimlilari, hammasi tverdosti talabga javob bergandagina biz uni sifatini qo'yamiz joyiga.
Hop, ba'zi to'kinlarimiz ishlashyapti. Mana val qismlari, vallar ommaviy ishlab chiqarilyapti. Umuman xudo xolasa zapchastdan muammo bo'lmaydi. Bu yerda frezamiz, bu yerda rolilarimizni, vallarimiz, shlisalarni ochamiz. Xudo xolasa, ba'zi vallarimiz tish jarayoni ketyapti. Matrisalarimiz polni tishib, xudo xolasa zagotovkalarni tayyorlab berishadi. Zapchastdan umuman muammo yo'q. Har bitta detal, har bittasi talabga javob beradi. Bemalol kachsivasini tverdo merdilarda o'lchab nima qilishim mumkin. Mana bu yerda universal drabilkalar ham bo'lyapti. Bu ikkinchi seximiz. Hop, bu yerda ham to'kirimiz ishlaydi. Xudo xolasa bu yerda nima ish jarayon bo'ladi? Asosan bu yerda bu seximizda roli granulyatorlarimiz roliklari tayyor bo'lyapti. Zagotovkalar va buni holatga keltirish uchun xomak nusxalarni tayyorlanyapti. Keyin frezalarga qo'yib shlisalarni ochamiz. Bunaqangi pildiralarni yasaymiz. Keyin bu yerda mana matrisani kattalari teshiladi. Mana bu 1 tonnalik granulyatorimizga tayyorlagan matrisamiz. Qalinligini ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. 5,5 sm ko'rayotgan bo'lsangiz, juda qalin. Bunda xudo xolasa apilkani pelet qilib chiqarishga matrisa tayyorlayapmiz. Inshaalloh bu ham xudo xolasa yangi sezonga tayyor bo'ladi. Shponka ochiladigan hammasi jarayonlar ketyapti. Akamiz mana granulyatorlarimiz planslargacha tayyorlayapti. Har bitta detalni xudo xolasa imkon darajasida chiroyli qilib beryapmiz. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, Qo'qon shahar 4-avtobazlanishidamiz. Nomerlarimiz har doimgidek o'sha. Mana bu yerda apkatga jarayonlar bo'ladi. Har bitta matrisamizni apkatkadan chiqarib, uni tverdosini tekshirib, yem chiqadigan holatga qilganimizdan keyingina uni keyin yangi stanokka qo'yib, egasiga jo'natib beramiz. Bemalol nomerlarimizni saqlanib qilib aloqaga chiqinglar. Xizmatlar bo'lsa, imkon darajasida chiroyli qilib xizmatingizni qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.